Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. BDTga a'zo davlatlar tarafidan 10 oktyabr o'tkazilgan saylamda Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ishlash bilan ayblanib kelgan Xitoyning BDT kishilik huquq kengashining a'zoligiga qayta saylanishi Dunyo qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarini, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini va G'arb demokratik ellerini cho'nqur afsuslantirdi. Siyosiy kuzatuvchilar demokratiya, kishilik huquq va inson qadr-qimmatlarini bir chetga qayirib qo'yib, Xitoydan iqtisodiy va boshqa jihatlarda naf elishning ko'yida qolgan g'ayri-demokratik ellarning qo'llab ovoz berishi bilan Xitoyning yana BDT kishilik huquq kengashining a'zoligiga qayta saylanishining dunyo insonlarining mazkur komitetga bo'lgan ishonch va umidini zo'r darajada ojizlashtirganligini, BDT kishilik huquq kengashining ayni chog'da qurilgan vaqtidagi asli maqsad va prinsiplardan barg'ansir uzoqlashib ketayotganligini ifoda qilishmoqda. Dunyo qurultiyi bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida BDT kishilik huquq kengashining jiddiy islohot ilib berib, burunqi holatini asliga keltirishga g'ayrat qilishi lozimligini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning BDTning turli organlariga singib kirib, iqtisodiy jihatdan o'ziga beqinib qolgan davlatlarga besim ishlatish orqali BDT kishilik huquq kengashida Uyg'ur masalasining maxsus muzokara qo'yilishini to'sib kelganligini, Xitoydagi bir davlatning BDT kishilik huquq kengashini o'zining jinoiy qilmishlarini oqlaydigan va yushiradigan bir qalqinga aylantirilishiga aslo yo'l qo'yilmasligi lozimligini ta'kidladi. Qurultayning bayonotida yana Xitoyning xalqaro soqchi tashkiloti Interpol qatorliq xalqaro organlarni og'ir darajada suiiste'mol qilib, chet ellardagi begunoh Uyg'urlar qaratgan bostirishni davomlashtirib kelganligi eslatib o'tildi va xalqaro prinsiplarni oyoq osti qilayotgan Xitoydan hisob so'rash paytining allaqachon yetib kelganligi, masalan, BDT irqiy ayrimchilikni tugatish xalqaro ahdnomasining moddalariga tayangan holda Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtirish lozimligi ifoda qilindi. Buningdan burun kishilik huquq tashkilotlari BDT umumiy kengashining a'zolarini Xitoyga bilet tashlamaslikka chaqirib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan Xitoyning BDT kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lishga loyiq emasligini bildirgan edi. Lekin BDT umumiy kengashiga a'zo 193 davlatning ovoz berish natijasida ma'lum bo'lishicha, Xitoy 10 oktyabr kundagi bilet tashlashda kishilik huquq kengashining Osiyo Tinch okean rayonidan bo'sh qolgan 4 o'rinning biriga qayta erishgan. Xabarlarda Osiyo Tinch okean rayonidan saylangan qolgan 3 davlatning Nepal, Pokiston va O'zbekiston ekanligi qayd qilinmoqda. Pokiston bilan O'zbekiston BDT kishilik huquq kengashi o'tgan yil 10 oyda Uyg'urlarning vaziyatini tekshirish haqidagi bir taklif loyihasini ovoz qo'yganda, uning rad ovoz berib, Xitoyni qo'llagan. Bu qatim kishilik huquq kengashiga to'liqlab saylangan 15 davlatning Angliya, Fransiya, Meksikadan boshqa mutlaq ko'p qismining BDTda doim Xitoyni qo'llaydigan davlatlar bo'lishi kishilik huquq tashkilotlarini umidsizlantirmoqda. Uzun yillardan buyon Uyg'ur davosini izchil holda yaqindan qo'llab kelgan Amerikadagi davlatlik demokratiyani ilgari surish jamiyatining sobiq raisi Karl Gershman yaqinda Yahudilar jurnalida maqola e'lon qilib, Yahudilarning hargiz o'tmishdagi qulluq tarixini unutib qolmasligi kerakligini, dunyoda Pravindek mustabidlar mavjud bo'lgan qulluq va qirg'inchilikning mavjud bo'lganligini, Uyg'urlar bugun uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning buning eng jonliq misoli ekanligini o'ttirib qo'ygan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Chedir bayrami nomli bu maqolada Yahudilarning o'zlarining qulluq tarixini eslash majburiyati bor, xuddi Talmudda aytilgandek, uni ochiq-oshkor muhokama qilish kerak degan so'zlar naql qilingan bo'lib, tarixdagi Misr Praviniga o'xshash mustabid Shi Jinping Vladimir Putinlarning faqat o'z g'albisini dog'dug'i qilib, mag'lubiyatini yushirdiganligi, chunki ojizliklarni oshkorlab qo'yishdan qo'rqadiganligi, halbuki oxirgi g'albining faqat o'zining ojizligi va mag'lubiyatini ko'ralgan, esda tuta olgan va ibrat ola olganlarga mansub ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Bu maqolada Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik Yahudilar uchun o'tmishni unutmaslikning bir ibrat ayniki sifatida ko'rsatilgan hamda Xitoyning bu jinoyatiga qat'iy qarshi turish ta'kidlangan. Uyg'urlardami o'tmishingni unutma, shircho'rg'ongni quritma degan maqol tamsillar bor. Ammo o'tmishimiz o'tmishni unutish va tarixiy xatoliklarni takrorlash fojialari bilan to'lgan. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb yillardan beri Xitoy qarshi kurash davomlashayotgan bir vaziyatda Uyg'urlarning yana hech qanday ish bo'lmagandek vatanga berishi yoki berishga taraddudlanishi buning bir isbotidir. Bu maqolada yana Sharansky ismli bir lager shoidining kechmishlari va so'zlari misol keltirilgan. Sharansky sobiq Sovet ittifoqining gulaglarga qamalgan bir mahbus bo'lib, u yerdan qutulib chiqqandan keyin iblisdan qo'rqmaslik nomli bir aslim yozgan. Bu aslimisida o'zining qutulib chiqalishdagi sababni tarixning hargiz Sovet hokimiyati bilan boshlanmaganligini har doim o'ziga ta'kidlab turishiga bog'lagan.
Ya'ni u Yahudiylarning Misrdan chiqish hikoyasi davomlashyotidi, tarix sen bilan billa degan gapni o'ziga doim takrorlab turgan. Sharansky navbatda dunyoda yuz berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarga, bo'libmi Xitoy mustabid hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi kuchli ovoz chiqargan. U bu yil 9 oyning 28 kuni Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishda so'z qilib, erkin dunyo Xitoyning Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarga qo'rqinch ziyonkashlik qilishiga sukut qilmaslik kerak. Amaliyotda Xitoy hukumatı Uyg'urlarni bugungi dunyodagi eng cho'ng lagerlarga qamidi. Biz Uyg'urlarning hayot-mamotlik kurashlarini qo'llashimiz kerak. Kichkina qo'llashlarmo cho'ng ta'sir paydo qila oladi degan. Karl Gershman bu maqolasining oxirida mundaq degan: Biz Uyg'ur qarindoshlarimizdan Yahudiylarning Misrdan chiqish hikoyasi va kurash tarixidan ilhom olishni umid qilamiz. Bu balkim ularni azob-uqubat ichida yashayotganda texim kuchli qilish mumkin. Mustabid Xi Jinping tug'ilishdan burunmi Uyg'urlar o'z tarixini qanday yozgan bo'lsa, buningdan keyinmi o'z tarixini qayta yozadi. Zamonaviy Preven Xi Jinpingning dahshatli zulmidan qutuladi. Bu ularning mustahkam e'tiqodi va ishonchiga bog'liqdir. Men ashundoq bo'lishini, Uyg'urlarning mangu yashashini umid qilaman. 7 oktyabr shanba kuni Markaziy Istanbuldagi Sharq Turkiston vaqfisining uyushtirishi bilan marhum shoir, yozuvchi va tadqiqotchi Abdurim O'tkir tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash yig'ini o'tkazildi. Mazkur yig'inda Anqara Hoji Bayram Vali universitetining professori Hülya Kasapog'li Chingil, İstanbul Ticaret Üniversitesining mudiri professor Dr. Abdulhamid Avshar qatorliq tadqiqotchilar so'z qilib, marhum yozuvchi va shoir Abdurim O'tkirning bir umrlik adabiy ijodiyati ustida to'xtaldi. Ular so'zida O'tkir apandining she'riy ijodiyatlaridagi vatan va millat hukmlari, xalqni hurriyat va ozodlikka chaqirish, shundaqla millatni uyg'otish to'g'riliq yozilgan yalqinliq misralar to'g'risida fikr bayon qildi. Professor Dr. Hülya Kasapog'li Chingil marhum Abdurim O'tkirning she'rlaridagi vatan millat sevgisini tasvirlab o'tdi. U marhumning millatparvarlik to'g'risida yozilgan she'rlarga ulgu qilib, yoshlarni milliy tushuncha va milliy ong bilan yetishtirishning muhimligini ta'kidladi. Professor Hülya Kasapog'li Chingil so'zda yana Abdurim O'tkirning Chag'atay adabiyoti to'g'risida ko'plagan maqolalar yozganligini, uning hozirgi zamonda yashagan bir shoir bo'lishiga qaramay, she'rlarda Turkiy klassik she'riyatining ijodiyat metodlarini hozirgi zamon she'riyati bilan organik ravishda yo'g'irib tashlagan bir shoir ekanligini ta'kidlab o'tdi. U yana O'tkir apandining Qutatg'ubilik va Turkiy tillar divoni qatorliq klassik asarlarni Ahmad Ziyoyi va boshqa kasbdoshlar bilan birlikda nashrga tayyorlaganligini alohida eskartib o'tdi. Yig'inda so'z qilgan İstanbul Ticaret Üniversitesining mudiri professor Dr. Abdulhamid Avshar marhum shoir Abdurim O'tkirning Uchrashqanda degan she'ri haqida maxsus to'xtalib o'tdi. U bu she'rning aslida 1933-yil qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga bag'ishlanganligi, shoirning shu davrning sharoitida yemirilgan jumhuriyatga bo'lgan seg'inishini bu she'r orqali ifodalaganligi, shundaqla o'zining kelgusiga bo'lgan ishonch va irodasini bu she'r orqali aks ettirganligini bayon qilib o'tdi. Professor Abdulhamid Avshar so'zda yana marhum shoir Abdurim O'tkirning Uchrashqanda degan she'rida qo'yiq milliy ong va mustaqillik bo'lgan intilish tasvirlanganligi uchun bu she'rni naqsh qilib aytgan naqshchi Abdurim Hitni Xitoy kommunist hokimiyatining tutqun qilganligi, Turkiya qatorliq demokratik dunyoning besim sababidan Xitoyning uni tutqundan bo'shatgan bo'lsa-mu, biroq uning yanada nazorat ostida yashayotganligini ta'kidlab o'tdi. Yig'inga yana Millatchi Harakat partiyasining İstanbul Fatih nahiyasi sho'basining raisi, Zaytinburnu nahiya hokimi Dr. Adam Uslu apandi qatnashib so'z qildi. U mundaq dedi: Haqiqatan turklarning ikki vatani bor. Biri vatanimiz Turkiya, yana biri turklarning asli kelib chiqqan tuproqlaridir. Biz turklarning ona yurtlarining bir qismining asoratdan qutulib mustaqillik erishganligiga shohid bo'ldik. Yana bir qismi hozirmi asorat ostida turmoqda. Xudoyim buyursa, asorat qolgan yurtimizning ozodlikka erishganligiga shohid bo'lamiz. Biz shohid bo'lolmagan taqdirda avlodlarimizning cho'qim shohid bo'lganligiga sheksiz ishonaman. Amerikaning San Fransisko shahrida turishli Xitoy konsulxonasi 9 oktyabr dushanba kuni avtomobillik hujumga uchragan. San Fransisko shaharlik soqchi idorasining bayonotida Xitoy konsulxonasining viza boshqarmasiga avtomobillik besib kirgan kishining naq maydonga yetib kelgan soqchilar tarafidan etib yaralandirilganligi, hujum qilguvchining keyinroq doktorxonada o'lganligi qayd qilinmoqda. Lekin soqchi taraf hozir qadar hujum qilguvchining ismi, kimligi va konsulxonaga avtomobillik besib kirishining maqsadiga doir tafsilotlarni e'lon qilmagan. Soqchi taraf deloning tekshirilayotganligi va Amerika Tashqi ishlar ministrligi amaldorlari bilan yaqindan hamkorlashayotganligini aytgan. San Fransisko shaharlik soqchi idorasining bayonotchisi Katrin Ventersning aytishicha, soqchilar naq maydonga yetib kelganda bir avtomobilning Xitoy konsulxonasining zalida turganligini ko'rgan. Soqchilar konsulxona ichiga kirib, gumondor bilan so'zlashgan va bir soqchi o'q chiqargan. Bayonotchi Katrin Venters gumondarning keyinroq doktorxonada o'lganligini bildirgan.
Qayd qilinishicha, vaqada odam yaralanish yoki o'lish hodisasi bo'lmagan. Amerika taratqulardagi xabarlarda Honda markali avtomobil Xitoy konsulxonasiga besib kirganda, konsulxona viza boshqarmasining zalida 20 kishining borligi qayd qilinmoqda. Xitoyning San Fransisko konsulxonasining bu vaqtdagi bayonotida bu voqea naq maydondagi xodimlar va fuqarolarning hayoti va bexatarligiga xavf paydo qilganligini bildirib, konsulxonamiz bu zo'ravonlik hujumini qattiq ayiblaydi ham voqeaga munosabatlik mas'uliyatni surishtirish huquqini saqlab qoladi degan. Navbatda bu voqea Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbirining boshliqlar yig'ini oldimiz kapitlarda San Fransiskoda ichildigan diplomatlar prezident Jo Baydenning Xitoy raisi Shi Jinping bilan ko'rishishni umid qilayotgan bir payt yuz bergan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishkicha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.